Xiva shahar Do'stlik mahallasida sizlarga 2 etajli 100 kvadrat metr joylashgan kottejimiz sotuvga chiqdi. Toza qurilgan ekan, ichani yashashga tayyor holatda. Orientir manzil, o'ng tarafimiz односторонний ko'chamiz, hokimiyat ko'piridan tushib kelaverish Do'stlik mahallasina. Beda hokim somsa, imdo xon somsa, bu yonimiz esa Med kollejga atagan ketaverish bo'ladi ena. Shu xon somsani yonbosh ko'chasidan kirib boramiz. Yine şu ko'chamiz bilan geldik. Şu joyimiz sotiladi ena. Shifer olgan, fasadi bitib turibdi. Imda gaz uchochki, imda svet uchochki. Berimizda giraverishimiz ena. Oldindan shuning bog'chasi bor dedilar. Bundan sonra ichanni gösteramiz. Yine birimiz uyimizga giraverish, zamir eshiklari, girerimiz, perxojimiz, kotyol joylashgan, отопление bo'lgan, barimizda svet avtomat joylarimiz, berimizda hojatxonasi oddelniy, rakovinamiz, dug'rimizda kuxnyamizda bundan sonra aristollarimiz bor, suv nasoslari, batareyaları berimiz yine dushovoyi. Xo'p, xohlasangizda gostinitsa klassa hostel ko'rsam bo'ladi. Xohlasangizda bir ishlab chiqarish pechenasiga ham mashinaning bir biznesini bosib qo'ysangiz bo'ladi, oilaviy biznes.